Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar. Mana bu narsa kim esida bor yoshligida? Kim qilib ko'rgan? Qaranglar, hozir gilos terib, kompot qilib ko'ramiz, damashniy, ruchnoy. Xudo xolasa mana qaranglar. Gilos to'xtarib terib, pishganidan yoshligida hamma qilgan, to'g'rimi? Kim qilgan bo'lsa, laykda podpiska bosib, qo'llab-quvvatlab ketasizlar, qadrdonlar. Yoshlikni eslatgan bo'lsak, kimgadir yoqqan bo'lsa, mana o'sha gilos yoshlikda kim qilgan? O'ta ham mazali, shirin. Yoshligimga qaytgim keladi.